Ayni paytda biz Milliy gvardiya chavandozlar maktabidamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Prezident qaroriga asosan barcha qulayliklar, imkoniyatlar va sharoitlar yaratilmoqda. E'tiborli tomon aynan ot sporti bilan shug'ullanish barobarida ipoterapiya orqali o'zini sog'lig'ini tiklayotgan yurtdoshlarimiz ham bugungi kunda ko'pchilikni tashkil etadi. Ipoterapiya ot ustida davolash usuli. Bu nafaqat jismoniy rivojlanish, balki insonning ruhiy kuchini tiklashda ham beqiyos ahamiyatga ega. Shularni inobatga olgan holda chavandozlar maktabiga imkoniyat cheklangan bolalar va turli yoshdagi insonlar otlar bilan muloqot qilib qadam-ba-qadam o'z imkoniyatlarini kengaytirib bormoqdalar. Ipoterapiya aynan kimlarga foydali? Ipoterapiya bolalar serebral faraji, kuchli stressga tushgan bemorlar, jarohatlanishdan keyingi reabilitatsiyaga muhtoj bo'lgan bemorlar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Otni foydali xususiyatlari bular: harorat va harakat ta'siri bemorning emotsional holatini yaxshilaydi, ularni kayfiyatini ko'taradi. O'zini tana harorati orqali bemor tanasini qizitiladi va mushaklarni cho'ziluvchanligini va harakatini yaxshilab beradi. Ot mingan paytida butun mushaklari harakatlanadi. Ularning emotsional holatini yaxshilaydi, kayfiyatini ko'taradi. Bu asosan kuchli ruhiy tushkunlikka tushgan kasallar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Ot sporti og'ir yurak qon tomir nuqsonlariga, tizza bo'g'imi va umurtqa pog'onasi deformatsiyalariga mumkin emas. Hayvonlarga allergik reaksiyalar bor odamlar uchun ot sporti tavsiya qilinmaydi. Qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Ipoterapiyaning 4 asosiy usuli bor. Bemorni shunchaki otga mingiziladida sayr qildiriladi. Ikkinchi aktiv harakatlar, bular bemorni o'zi minib, o'zi harakatlanadi. Ya'ni boshqalarning ko'magisiz harakatlanadi. Uchinchisi bu maxsus o'yinlar. Maxsus o'yinlar bu asosan autizm bilan og'rigan bemorlar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Yana bitta xususiyati, ot qisman o'sha chavandoz, ya'ni egasining mingan odamning kasalligini qisman o'ziga tortish xususiyati bor. Ya'ni o'sha chavandozning sog'ligini yaxshilanishiga yordam beruvchi xususiyati bor. Otning har bir qadami, har bir harakati tabiiy massaj, harakat muvofiqlashuvini yaxshilash, muvozanatni tiklash va mushaklarni mustahkamlash demakdir. Eng muhimi, mashg'ulot ishtirokchilarining ko'zlaridagi ishonch, yuzidagi tabassum va g'alabaga ishtiyoq ularning qanchalik katta olg'a siljish qilayotganliklarini ko'rsatib turadi. Bizlarda asosan hozirgi kunda ot sportining polo va konkur turlari bo'yicha yoshlarimiz muntazam ot sporti bilan shug'ullanib kelishmoqda. Muhtaram Prezidentimizning qarorida shunday topshiriqlar ketgan: ipoterapiya markazlarini tashkillashtirish. Biza bu markazni tashkillashtirish bo'yicha Xorazm viloyati ijtimoiy himoya milliy agentligi boshqarmasi bilan hamkorlikda ishlar olib bormoqdamiz va maxsus mutaxassislar yordamida hozirgi kungacha jismoniy va ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan kattalar va yoshlardan 40 nafar ro'yxatini shakllantirib, bizlar shu Chavandozlar maktabida ipoterapiya mashg'ulotini olib bormoqdamiz. Xiva shahridagi 97-sonli ruhiyatida nuqsoni bo'lgan yoshlarni maxsus maktab internati bilan ham memorandum imzolaganmiz va ular bilan hamkorlikda ham 20 nafar ruhiyatida nuqsoni bo'lgan yoshlarni qamrab olib, ipoterapiya mashg'ulotini olib boryapmiz. Nogironligi bo'lgan, ruhiyatida nuqsoni bo'lgan yoshlarni ot sporti va ipoterapiya mashg'uloti orqali davolab, ularni parasportga ham jalb qilish. O'zlarimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ipoterapiya mashg'uloti bu asosan shu bemorning holatiga qarab haftada 2-3 marta 15 va 30 daqiqadan mashg'ulot olib boriladi. Chavandozlar maktabida mutaxassis murabbiylar, instruktorlar va hamkor tashkilotlar birgalikda ish olib borishmoqda. Mashg'ulotlar har bir ishtirokchi holatiga mos ravishda shakllantiriladi. Bu yerda hech kim cheklangan emas. Har bir insonning kuchi, jasorati va imkoniyati borligi yana bir bora o'z isbotini topadi.
Hozirgi adaptiv mashg'ulotlar orqali ko'plab yurtdoshlarimiz sog'lig'ida ijobiy o'zgarish sezayotgan bo'lsa, ot sporti bilan doimiy shug'ullanish parasport turiga ham nomzodlar kashf etilishiga zamin yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekistonda yilqichilik, ot sporti, zamonaviy beshkurash va poloni 2025-yilgacha rivojlantirish davlat dasturi to'g'risidagi va boshqa qabul qilingan qarorlar soha rivojiga ijobiy hissa bo'lib qo'shishi shubhasiz. Ipoterapiya bu shunchaki reabilitatsiya emas, bu mehr, ishonch va yangi hayot sari qadam. Chavandozlar maktabining harakatchan va mehrga to'la muhiti esa har bir ishtirokchiga o'zini kuchli, qudratli va kerakli shaxs sifatida his qilish imkonini bermoqda.